Angliyadagi Essex sud mahkamasining advokatlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik ekanligi haqidagi qonuniy fikrni e'lon qilgan. BBC to'rining 8 fevral xabar qilishicha, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi siyosatlari haqida tayyorlangan bir qonuniy fikrda Xitoyning Sharqiy Turkistonda yashaydigan Uyg'urlarni yo'qotish uchun davlat kontrolligida bir siyosat yurgizganligiga doir isbotlarning borligi xulosa chiqarilgan. Londondagi Essex advokatlar birlashmasining oldingi qatordagi tajribalik advokatlar tarafidan tayyorlangan 100 betlik dokladning Angliyada Xitoyning Uyg'urlarga qarshi siyosatlari haqida tayyorlangan tunji qonuniy tadqiqot ekanligi ma'lum. Angliya advokatlari e'lon qilgan bu qonuniy fikr mustaqil mutaxassislarning kasbiy hukmi bo'lib, bu qonuniy hukm rolini o'ynamaydi ekan, lekin uni qonuniy harakatning asosi qilishga bo'ladi ekan. Dokladda tutib turilayotgan Uyg'urlarni qasddan jismoniy ziyonga uchirtish, tug'mas qilib etish va bola tushirgizish orqali ayollarning tug'ishini cheklash va Uyg'ur bolalarini jamiyatdan majburiy ayirish qatorli qilmishlarga oid dalillar o'tirg'a qo'yilgan. Turkiyada Uyg'urlarning Xitoyga qarshi Istanbul va Anqarada o'tkazayotgan navbat turish faoliyatining doirasi kengaydi. Qozog'istonda Xitoyga qarshi faoliyat boshlandi. Turkiyada bir turkum Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi va Anqaradagi Xitoy bosh elchixonasi oldida faoliyatini davomlashtirayotgan bir paytda Qozog'istonning Olmuta shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyga qarshi faoliyat boshlanganligi bildirildi. Anqarada faoliyatga qatnashgan Anqara Hoji Bayram Vali universitetining o'qituvchisi professor Abdurashid Jalil Qorliq apandi Sharqiy Turkistonliklarning haq-huquqlarini talab qilish faoliyatining davomlashayotganligini aytdi. U qarindoshlarimiz bu yerda oilasi uchun navbat turmoqda. Oila navbati endi millat navbatiga aylandi. Xitoy xalqaro sudlarda jazolanishi lozim dedi. Abdurashid apandi yana Xitoyning O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlari uchun cho'ng bir tahdid ekanligini va bu davlatlarning buni tunib yetishi kerakligini ta'kidladi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqiy Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi Amerika, Yevropa va Avstraliya boshchiligida dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharqiy Turkistonliklarni Turkiyada boshlangan bu harakatga ovoz qo'shishga chaqirdi. Sizin çocuklarınız yok mu? Ha? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Benim babam ve kardeşim nerede? Babamın kokunu kokuyorum, özlüyorum. Kardeşimi 4 senedir görmüyorum. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken sobiq prezident Donald Trumpning Xitoyga tutgan pozitsiyasining garchi uslubiy xato bo'lsa-mu, ammo pozitsiyasi to'g'ri edi dedi. Amerika CNN televiziya kanalining bir programmada savollarga javob bergan Blinken, Amerika mayli hamkorlik, raqobat yoki qarshilashish munosabati bo'lsin, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni kuchli o'ringa qo'yishi kerakligini aytdi. Blinken mundaq dedi: "Prezident Trumpga odil bo'lsak, uning Xitoyga tutgan pozitsiyasi to'g'ri bo'ldi. O to'g'ri ish, uning usuli xato, ammo asosiy prinsip to'g'ri" dedi. Blinken yana prezident Joe Biden hukumatning kishilik huquq va demokratiyani Amerikaning tashqi siyosatining markaziga qo'yganligini va Amerikaning Uyg'urlarning huquqiga daxl-taruz qilish masalasida boshqa davlatlar bilan hamkorlashadiganligini bayon qildi. Xitoy Kommunistik partiyasining rasmiy axborot organlarining biri bo'lgan Yer shari vaqt gazetining bosh muharriri Hu Shichin Twitterda yozgan yozmasida o'zining 2022-yillik qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boyqut qilish fikrining baqollashga erishidi deb qaramaydiganligini aytdi. Xalqaro Olimpik komiteti va tanharkatchilarning 2022-yillik qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boyqut qilish chaqirig'iga qarshi turganligini bildirgan Xo, Xitoyning bu chaqiriqqa amal qilgan davlatlarga og'ir jazo bilan javob qaytaradiganligini aytdi. Kam deganda 180 kishilik huquq tashkiloti Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi turish uchun 2022-yili Beyjingda o'tkazilgan qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boyqut qilishni talab qilgan edi. Xalqaro jamoat yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Uyg'urlarning madaniyat va milliy kimligini yo'qotish qilmishlariga bo'lgan noroziligini kuchaytirmoqda.
Amerika prezidenti Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashiga qaytishni planlamoqda. Trump davrida Amerika mazkur organni Isroiliyaning dushmani deb bahona qilib chekinib chiqqan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Amerika prezidenti Joe Bidenning diplomatiya siyosatining demokratiya, kishilik huquq va adolatni asos qiladiganligini va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining umidsizlik va adolatsizlikka qarshi turish va asosiy erkinlikni qo'llashning muhim quroli ekanligini bayon qildi.